tahlili va tavallo she'rlarida millat va millat masalalarining yoritilishi deb nomlanadi. Dastlab Abdulla Avloniyni she'rlaridan tahlil qilishga harakat qilamiz. Demak, Abdulla Avloniyni she'rlarini biz asosan adabiyot yoxud milliy she'rlar to'plami degan to'plamda jamlanganligini hammamiz yaxshi o'rgandik. Endi bilamiz, sharq xalqlarida odob axloq masalasi eng muhim masala hisoblanadi. Ya'ni azaldan bizning sharq xalqlari axloq, odob tushunchalariga alohida e'tibor qaratdi. Shu jumladan Avloniyni asarlarida ham aynan shu masala bosh masala hisoblanadi, yetakchi mavzulardan hisoblanadi. Endi adabiyot so'zini asosini olib qaraydigan bo'lsak, adabiyot so'zini asosida adab degan so'z yotadi. Ya'ni adab bu insonni axloqini, tuyg'ularini tarbiyalash degan. Ya'ni san'at darajasidagi adabiyot tushunchasini Avloniyni aynan adabiyot yoxud milliy she'rlar to'plamida aytib o'tgan fikri bilan isbotlasak ham to'g'ri bo'ladi. Adabiyotshunos bilasizlar, Izzat Sultonning Adabiyotshunoslik nazariyasi degan kitobi bor. Nazariy adabiyotlarni o'rgangansizlar. Aynan shu kitobda ham adabiyot tushunchasini san'at darajasida birinchi bo'lib Avloniy izohlab, sharhlab berganligini e'tirof qiladi. Ya'ni adabiyot so'zini ma'nosini Abdulla Avloniyning 1909-yilda chiqqan adabiyot yoxud milliy she'rlar to'plamida izohlashga harakat qilgan. Shu orqali bizda adabiyot degan tushuncha san'at tushunchasi, ya'ni hozirgi kunda anglashiladigan ma'nosida darajasida ishlatilgan. Ya'ni shu kitobdan boshlab biz shuni ma'nosini, hozirgi kunda ishlatiladigan istilohiy ma'nosini anglab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, odob degan tushuncha shunchalik juda ko'p axloqiy didaktik mazmundagi asarlarda eng muhim tushuncha sifatida qaratiladi. Endi yana bir muhim masala bor. Avloniyni bilamiz, hozir aytgan adabiyot yoxud milliy she'rlar to'plamini she'rlarga jam bo'lgan barcha she'rlarimda asosan millat dardi kuylangan. Millat dardi asosiy mavzulardan biri hisoblanadi. Adabiyotimizda birinchi bo'lib millat degan tushuncha Avloniyda, Hamzada va Tavalloda ishlatilib boshlandi. Millat degan tushuncha birinchi bo'lib shu uchta shoir ijodida eng muhim tushuncha sifatida kiritildi. Endi nima uchun aynan shu millat degan tushuncha bularning she'rlarini, ya'ni bu butiklarda asosiy tushuncha hisoblanadi? Masalan, global muammolarni olib ildizini qarasangiz, global dunyoda shuning global muammolar bo'lib turibdi. Hammasini ildizini qarasangiz, axloq tushunchasi bilan bog'liq. Ya'ni katta axloqni yo'qotilishi natijasida sodir bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Ana shunday mazmunda yozilgan Avloniy, Hamza yoki bo'lmasa Tavallo she'rlarini kuzatsangizlar, ularning har bir she'rida milliy ohangda kuylash an'anasi bo'tib turadi. Ya'ni Avloniyning she'rlarida ham xuddi shunday. Ya'ni ularning asosiy mavzusi, Avloniyning she'rlarining asosiy mavzusi istibdod va istiqlol mavzusi bo'lgan. Uni har bir she'rida shu narsa uqilib turadi. Shu narsa bilan to'yintirilgan uni she'rlari. Avloniyning juda ko'p she'rlarida aynan shu mavzu asosiy mavzu hisoblanadi. Masalan, bir qancha she'rlari bor. Aynan shu she'rlar orqali biz tahlil topamiz. Masalan, quyidagi she'rga diqqat qilamiz. Men yuqorida aytib o'tdim, Avloniy she'rlarining asosini istibdod, ya'ni istibdoddan ezilayotgan istibdodni zulmidan ezilayotgan millatni dardini kuylagan Avloniy o'z she'rlarida. Va bu aynan quyidagi she'rda quyidagicha tasvirlanadi. Masalan, ta'jublik hollari degan she'ri bor. Avloniyning eng mashhur she'rlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu she'rida shu ma'no mazmun quyidagicha ifodalanadi. Masalan, fano bir hola qolmish barcha avlodi vatan yohu anosidan ayilgan qush kibi beixtiyor o'lmish. Na millat yodi nozing bor, na istiqboling umidi, vujuding punjayi vahshat ichida tormor o'lmish. Xuddi vatanni yangi avlodini yo'qlik sari qadam qo'yayotgan bir dardni kuylaydi. E'tibor qaratdingizmi? Demak, ya'ni vatanni bir avlodi yo'qlik sari qadam qo'yapti. Yo'qlik, ya'ni uni kelajakda na umidi bor. Aytdik-ku nabida. Yoki bo'lmasa na tarixing bor, na mozing bor, na istiqboling umidi, kelajakda na umiding bor. Chunki sen dedi, seni butun dedi vujuding
vahshat panjasi bosib olgan deydi. Ya'ni bu istibdodning zulmini ifodalab turibdi, e'tibor bergan bo'lsangizlar. Ya'ni shunday bir ahvolda ya'ni 10-yillardagi avlodni tasvirlab turibdi-da, shunga holat keldi-da. Buni biz yuqoridan oldingi darslarda aytdim, 1870-yillarda ülkege, Türkiston ülkesine Arap zavodlari olib kelinadi. Va bu zavodlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar baribir do'konlarda sotiladi, bilasizlar. Bu natijasida Turkistonda axloqiy buzilishlar ko'p ro'y beradi. Aynan shu axloqiy buzilishlar tufayli hatto deylik kelajak avlod o'zini ota-onasidan ham tondi degan bir munosabat bilan Abdulla Avloniyning aynan shu mazmundagi she'ri ham bor. Ya'ni bu yerda uni nomi she'ri shunday nomlanadi: "Mayxonalar yopiluvi munosabati bilan" degan she'r yozgan. Ya'ni axloqiy tubanlashish kuchayib ketgandan keyin dedi, hatto dedi Choy Rossiyasini o'zi ham dedi bu yani boshqarib bilmay qoldi. Yani bu ahlaksızlıkni boshqarib bilmagandan keyin majbur bo'ldi shu aroq va vino sotadigan do'konlarni yopishga dedi. Va shunday mazmunda uni shu she'rini ham ko'rishimiz mumkin. Demak, bu ham bir millatning dardini, millatni kelajagidan qayg'urishni shu mazmunda uni qator tutgan she'rlari bor. Demak, Avloniy she'rlarining asosiy mavzusi bu millat dardini yoki bo'lmasa millatning kelajagidan qayg'urish kabi asosiy mavzulari shulardan iborat bo'ladi. Yoki bo'lmasa yana bir she'rida aytadi, Avloniy yana bir she'rida aytadi, bunga dedi faqat dedi tuzum sababchi emas dedi. Ya'ni bunday holga tushishga asosan shu davrning insonlarini ham qoralaydi. Ya'ni bularni o'zlari sabab bo'ldi shunday holatga tushishiga. Chunki u g'aflatda qoldi ham. G'aflatda qoldi. Do'sti dushmandan ajrata olmay qoldi. Va shuning natijasida dedi millat shu ahvolga keldi. Va bu ahvoldan chiqarish uchun quyidagi misralar she'rlarni bitadi. Qaranglar. Bunda ham da'vat, istiqbolga bo'lgan kurash g'oyalari asosiy mavzu bo'lib olinadi. Masalan, qani avvaldagi ilmiy funundan e'tiroz etding, jaholat yori bo'lding, oshnolardan aroz etding, bilib do'stingni dushman, dushmaningni sarfaroz etding, kirib g'aflatni hobig'a, o'zingni inqiroz etding. Ko'zing och, yotma, g'aflatdan oson millat. Toparsan birni avloding, omon millat dedi. Qaranglar, bu yerda ham da'vat kuchli. Ya'ni insonni jaholat botqog'iga botishini albatta o'zi aybdor. Ya'ni xalqni ham bu yerda aybdor sifatida ko'rsatib o'tadi. Endi bu da tarifi gul she'ridan parcha o'qiymiz. Demak, tushundik mana 3 ta obraz bor adabiyotimizda. Mumtoz adabiyotda bu obrazlar oshiq, gul va tikan. Biz buni odatda mumtoz adabiyotda oshiq obrazini yoriga oshiq, ya'ni ma'shuqani ishqida kuyayotgan oshiq. Ma'shuqa gul deb tushunardik yoki bo'lmasa tikan, yor deb tushunardik. Lekin bu davrga kelib jadid she'riyat haqida Nodira Ofoqovaning kitobini o'qisangizlar ham bu xususiyatlar haqida batafsil ma'lumot berib o'tgan. Ya'ni mavzu bu darajasi kengaydi endi. Chunki ular ijtimoiy muammolarni she'rga olib kirdilar. Chunki oldinlari ko'pincha oshiq va ma'shuqani ishqiy munosabatlari asosiy mavzu qilib olingan bo'lsa, jadid davr adabiyotiga kelganda endi ijtimoiylashuv kuchaydi. Ya'ni xalqni dardini kuylash, istibdodni zulmidan kechayotgan xalqni ahvolidan achinish ahvolini tasvirlash adabiyotimizning asosiy xususiyatlaridan biri sifatida ta'kidlaydi. Shu jumladan Avloniyning she'rlarida ham gul, millat timsoli, oshiq, vatanni ishqida, vatanni kelajagi haqida qayg'uruvchi inson sifatida, ag'yor, tikan bu dushman sifatida tasvirlangan. Masalan, Azina she'rini ko'ramiz. Subhi damda yuzlarimdan mavj urar shabnam emas. Xor zulmdan to'kar ko'z yoshini durdona gul. Kimki hamdam bo'lsa noqobil bilan zahmat chekar. Bemuruvvat xor alindan har taraf to'lg'ona gul. Gar sabo tebratsa gulni xush isi ne uchun chiqar? Bag'riga botgan tikonlardan kelur afg'ona gul. Naylasin bechora gul, botmish vujudga tikon, zahmiga barham uchun yaprog'iga chulg'ona gul. Haqiqiy gul ma'nosini tushundikmi yoki bo'lmasa
Boshqacharoq ma'no ifodasi bormi? Qanday ma'no ifodasi? Tushundingizlar. Nima uchun aynan gul ta'rifida berilgan she'r orqali istibdodning zulmidan azob chekayotgan haqiqiy millatning dardi nima ekan? Xor zulmidan tugar ko'z yoshini durdona millat nima uchun ko'z yosh to'kadi? Chunki ag'yor xor zulmidan tugar ko'z yoshini durdona gul. Kimki hamdam bo'lsa noqobil bilan zahmat chekar. Bemuruvvat xor alindan har taraf to'lg'ona gul. Kim noqobil odamlar kiming bu? Noqobil odamlar. Ruslar, ya'ni shu rus millatiga mansub kishilar bilan do'st tutingan insonlarni nazarda tutib, agar shunday insonlar bilan do'st tutinsa, hamdam bo'lsa, u ko'p zahmat chekadi. Bemuruvvat xor alindan dedi. Qaranglar, bemuruvvat xor kim endi bu? Shu tuzum, istibdod nazarda tutib turibdi. Bemuruvvat xor alindan har taraf to'lg'ona gul. Gar sabo tebratsa gulni, xush isi ne uchun chiqar? Bag'riga botgan tikonlardan kelur afg'ona gul. Bag'riga botgan xorlardan nima qiladi? Afg'on chekadi. Nima uchun? Bag'rina ya'ni tikonlardan kelur afg'ona gul. Naylasin bechora gul, botmish vujudga tikon. Zahmiga marham uchun yaprog'iga chulg'ona gul. She'ri ayo ey sohibi urfon, vatan bog'inda faryod et. Otib tashla oradin eski odatlarni barbod et. Ma'rifla funun taqsirini qil, rahnamoliksan. Qorong'uda qolan millatni nuri ilmi irshod et. Vatan mehri agar bo'lsa, dilingda ishq savdosi, otil nuri ma'rifga o'zingni misli farhod et. Ya'ni bu she'rda millatni ravnaqi emas, yashashi uchun ilm kerak. O'rinlarni belgiladik. Birinchi o'rin, birinchi guruh.